Assalamu alaykum. Tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumit Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatli tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda Pashshaxon bilan Tillaxonning yakchashmini ko'ydirib, kul qilib etmoqchi bo'lib, uning ustiga saranga tashlagan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. O't yalquni ko'zni yumib ochqicha yakchashmini butunlay yalmab ilib chaqmoq tezligida uyning ichiga tutishqa boshladi. Аңғыча ikkiydен hiliqi chamdonni ko'targunicha so'rab ilib mingib, yataqning eshigini ichilmasqa etivetdi. Andin ular shu yugurgunicha arg'amchi tashlangan tamning tuviga bordi. Boshda Pashshaxon arg'amchiga yamishib tamga chiqib, arg'amchi orqali chamadonni tortib oldi. Andin Tillaxon arg'amchiga yamashdi. Ular tamdan sog'-salomat tushkilayotganda, mehmonxona ichi qiya-chiyaga to'lib, kishilar upur-tupur bo'lishib qechishyotdi. Ular xubtanga yaqin uyga xotirjam kelib olib, chamdonni balalarga ko'rsatmay, Pashshaxonning hujrasidagi supining ostiga ko'mib qo'ydi. Aka-uka ikkilan bu qitimqi o'ch ilish harakatidan behla xushal bo'ldi, ham bu ishning fash bo'lib qolishidan intayin ansirashdi. Ular bir kecha qo'rqindan to'lg'inib uxlay olmadi. Әтісі ular masjiddan henib quyosh nayza bo'yi ko'tarilganda, oqshomqi ishlarni bilib beqish uchun muhojirlar mehmonxonasining oldiga berib baqmoqchi bo'ldi. Darvaqa mehmonxonaning oldiga saqchi askarlar gandiga qo'ngan chivindek yig'ilishib ketgan bo'lib, uyan-buyan tipirdishib yuratdi. Mehmonxonaning yo'l yuziga qaraydigan derazalarining hammasi qapqara o'nkurdek turadi. Mehmonxona yotoqlarining bezilishi nihoyat katta bo'lg'achqa, uning ustiga o't o'chirish aslahalari degandek yaxshi bo'lmag'achqa, bu katta mehmon saroy oqshomqi yakchashmidan tutashgan o't yalqunidan kuyib quruq tomla bo'lib qolgan edi. Pashshaxon bu xarobalikni tomosha qilayotgan cho'nglardan nima ish bo'lganligini bilmasga silib surishta qilib baqdi. Yig'ilgan kishilarning orasidan biraylan: "Oqshom bu tunguzlar osmonga ko'targan o't yalqundan xuddi chashqandek betirab qechishqa edi. Xudoyim shundaqmi jajisin berdi bu xalqning. Shug'unisi tuzuk odam o'lmabdi." Atdigan biraylarning kuyib ketgan so'ngikini saqchilar quchoqlashib suyishib yuratdi deb xabar berdi. Necha kunga qolmay gazetga Rossiyalik katta boyning o'lim xabari bisildi. Saqchilar naq maydondagi kulning orasidan yakchashmning kuyib ko'mir bo'lib ketgan so'ngikidan boshqa hech nimani topolmadi. Uning ustiga u ikkaylan tomdan seyrilib tushganda iz qoldirmaslik uchun cho'ng odamlarning oyog'ini kiyib olgan edi. Ertadan kechgacha vodka ichib yuradigan latqalpoq saqchilar tom tuvidagi qilib qolgan oyoq iziga asosan diqqat nazarini cho'nglarga qaratib ishning oyog'ini qat'iy chiqara olmadi. Pashshaxon bu ish bo'lib o'tib әтісlar restoranga ishqi bordi. U necha kun o'tganda hiliqi Haydar olti qo'lni etivetgan harbiy amaldorning Rossiyaga necha oylik bir ishqa ketganlik xabarini tamoq yegili kelgan birsidan angladi. Shuning bilan u Tillaxon bilan maslahatlashib, planni o'zgartirib, restorandagi kutkichilik xizmatidan istifa berdi. Yuqorqi sababning natijasida Pashshaxon aka-ukalar 16 yoshga kirmay, qo'lini qayerga sunsa sunalg'idek zo'r boyliqning egisi bo'lib qolgan edi. Lekin ular o'zining bu boyligini hech kimga bildirmadi. Yenidagi naq pullarni bankaga qo'ymay, uning yerimini ko'pragini az-azdan bo'lib ilib chiqib, ziqchi oltinlarga almashtirib, supsining ostiga ko'mdi. Ular yana asara atiqa tijorati bilan to'xtamay shug'ullandi. Balalarımı onun kütken yerinden çıkıp, özünün çıkımını özü qamdashdan sırt, yana payda yaratdı. Ahval kündün künge yaxshini otatdi. Bir günü etdigende Pashshaxon öyde ufkusi Tillaxon bilan bir ish to'g'riq maslahatlashdi. "Fukam, sen uyga qarab tursang, men Rossiya tarafga bir berib kelsam", dedi Pashshaxon ufkusining ko'ziga tikilib qarab turib. "Tuyuqsiz bordigan bo'lib qopsan, purachataq chiqmagandu aka?" deb so'radi Tillaxon akasiga qiymagan holda hayron bo'lib. "Yo'q, hech qanday chattaq yo'q. Shu berib kelay deyman. Qachon yo'lga chiqay deysan?" "Atila mangay. Bo'pti, uydan ansirma. Undaqda bugun safarning tayyorligini qilib olayli." Tillaxon akasiga bekla hurmat qilatdi. Uningga bek ishinatdi. Shunga u ishlarning tafsilotini ancha so'rab ketmadi. Ular bozorga chiqib, atiki safarning tayyorligini puxta qilib oldi. Әтісі әттегенде Pashshaxon balalar bilan xo'shlashdi. Tillaxon uni bekatgacha uzatqili chiqib, uning bilan quchoqlashib xo'shlashdi. "Tova, akamga zoti nima bo'lgandi? U bunda g'alit emasdi. Tuyuqsiz Moskvaga borman deganini?" Tillaxon uyga qaytguncha bu savolga javob topolmadi.
Paşaxan əslində Uksi Tillahxanğa heliqi qatil hərbi əməldardan Heydər bəyning xun qısasını ilib berdiganğa vədə qılğan idi. Biroq işlar tuyuqsiz özgürüb, ustozi Akbarxonning qisasining bir qismi ilinib qoldi. Yekçeşme ölüp uzunğa qalmay heliqi hərbi əməldarmı Astanaga kelgan bolsunmu, Paşaxanlar qol saldıgan muvafiq fürsət çıxmadı. Çünki bu it xizmət münasibati bilan uvusidan chiqmayotdi. Күз пәсінің ақырқы айларының bir күні, Paşaxan balalarga hər biriga kuniga 10 tirik çaşqan tutuş vəzifəsini qoydu. Şunda qılıb bir həftə içində 2-300 tirik çaşqan yığılıb, 2 sim tor qəpəzgə solandı. Akşimi Paşaxan balalarga bildirməy Tillahxanni əgəşdirib, yığılğan çaşqanlarını kötərgənicə, şəhərinin sırtidəki hərbi əməldarının paxtası saxlaydigan çoğ iskilatqa yıqınlaşdı. Paxta iskilatının kölümü nəhayəti çoğ olub, bütün əlinin paxtası muşu yerə yığılğançılıq qılatdı. Yezi qışlaqlardan ərzan bahada məcburi setibilənğan paxtalar asasən hər qaysı nahiyələrdəki paxta pişiqlaş zavodlarında çigitdən ayrılıb, pişiqlənib boklanğandan keyin həmmisi muşu iskilat meydanıga yığılatdı. Hazırqı pəstil dəl paxtalarning ən köp yığılğan vaqti bolğaçqa, neçə 100 mo keldigan bu çoğ meydan buklanıb tыңılğan paxtalar bilan tulub ketgan bo'lib, faqat meydan ichida anda sanda yük mashinalari mangalg'udak yo'l qolgan edi. Ikkalan qarang'uda iskilatning timiga yamishib chiqili bo'ladigan muvofiq joyni tepib, meydan ichiga sakrab tushdi. Paşaxan ufkusi bilan chashqanlarni bir qapasdan bo'lishib, birisi sharq tarafga, birisi g'arb tarafga mas'ul bo'lib, ish tugaganda uyda ko'rishadigan bo'ldi. Ular fosforliq yanchuq soatlarini yana bir qatim udullab, 15 minutdan keyin ish boshlaydiganga deyishdi. Tillahxan mush yerga yaqin yerda ish boshlaydigan bo'lg'achqa, Paşaxan bir baksalarga bilan bir qapas chashqani ko'tarib sharq tarafga oldirab ketdi. 15 minut to'shdi. Ular qapazdagi tirik chashqanlarga baktiki salarkini aldırmay suv sepkendek chechishqa boshladi. Chunki chashqanning tuklari bek zich bo'lg'achqa, o'ziga aldırab suyuqlik yo'qtirmaydi. Benzin salarkiga qaraganda kuyishchanligi yuqori bo'lg'achqa, nihoyat tez kuyib tugaydi. Salarkining kuyishchanligi yuqori bo'lmasa-mu, lekin u benzinga qaraganda chashqanning moyiga bekla sing'atdi. O't kuchlik bo'lib kuyishi uzunga davomlashadi. Şuna bundaq o't qo'yishda salarga eng yaxshi yiqilg'u hisoblanadi. Baktiki salarga chashqanlarga sepilib, yerim bo'lganda ular salargining hamsini bulduqshitib chashqanlarga to'kdi. Chashqanlar salargidan chip-chip ho'l bo'lib ketdi. Qapazning bir yuzi to'liq echildigan qilib yasalgan edi. Saranga yiqilib chashqanlarning ustiga tashlangandan keyin qapazning eg'izi echib etildi. Chashqanlar kuyik azobiga chidayolmay beshi qaygan tutaygan tarafga chirildashqancha yugurishib qochdi. Qapazdan etilib chiqqan bu o't qo'yg'uchi partizanlar hash-pash deguncha xuddi osmonga chiqib chechilib ketgan salyotlardek butun maydon yuziga takshi tarilib, hammasi o'zining vazifasini o'ngishli o'rindadi. Odatda bundaq usulda ko'ydirilgan tirik chashqanlar kuyib kul bo'lmag'icha yugurishdan to'xtamaydi. Uning bu xil o't qo'yish kuchi ba'zida harbiylarning ilg'or o't qo'yish uskunasidami eshib tushadi. Buningga hatto harbiylarning o'zimi qoyil edi. Paxta iskilat maydonidagi o't o'chirish aslahalari xeyli ilg'or bo'lsa-mu, u faqat 1-2 o'rinda o't ketib qilishning oldini olish uchun oldin tayyorlangan edi. Bundaq ko'p o'rinda birla vaqtda o'tning ketishini iskilat xo'jayinlari asla o'ylab baxmagan edi. Ko'zni yumib ochqicha butun iskilat g'oyat zo'r gulxonga aylanib ketdi. Paşaxan bilan Tillahxan bu qatim tomdan emas, cho'ng darvozadan o'ynagan peti chiqib ketdi. Aka-uka bu terrorchilar heliqi harbiy amaldarga iqtisodiy jihatdan ko'tirib qo'qqisiz qattiq ziyon solgan bo'lsa-mu, ammo o'zining harbiy huquqidan foydalanib yiqqan yo'shirin boyliqi oldida bu ancha cho'ng ziyon hisoblanmaydi. Bu qitimqi o't ketish voqeasida Moskva taraf bu harbiy amaldor Jakub Peryovichni Rossiyaga qaytarib ketdi. 11 bob Vladimir Paşaxanning otasi Yavuzbek tinchlikni xohlaydigan ilm suyar palvon kishi edi. Onasi kun chechakning ota bovolari necha asr qilish to'qmoq ichida qon kechib yashagan jang xumor odamlar edi. Shu sababdimi Paşaxan ona tarafning bag'ri qattiqlik, qisoskorlik, jang xumor taraflarini o'ziga ozroq tortib qolgan edi. Bu harbiy amaldor Jakub Peryovichning tirik yurganidan Paşaxan aka-ukalarning texi achchig'i chiqmagan edi. Oradan necha yil o'tib bugungi kunga kelganda Paşaxan qursiqidagi uzundan beri saqlab kelgan bu g'umni toza bir chiqirib edib, ufqisiga javob qaytarish uchun maqsadini hech kimga bildirmay bu qitimqi safarga otlangan edi.
Paşaxan avtobusda neçə gün yol yürüp Rusiyaning Moskvaga yetib keldi. U yataqqa tushishning oldida chash yasaydigan do'konga kirib, o'zining qora chechini qizg'ush seriq rangda bo'yitib, kiyim do'konidan rus yigitlariga xos kiyimlarni setib olib almashtirdi. Paşaxan garchi 16 yoshga kirgan bola bo'lsa-mu, kuch mashig'idan ta hozirgacha davomlashtirib kelganligi uchun uning ustiga bo'y bastida otasining tatqanlıq sabablik bəyni 20 yoshlik yigitning o'zi bo'lib qolgan edi. Qash ko'z ham chiroyida bu iqlimda bundaq kelishgan qurg'uyidek yigitdan yana bir tepilmas desa, hargiz ortiqchilik qilmaydi. U ruslarga moda bo'lgan kiyimlarni kiyib chechini seriq bo'yitish bilan sipi o'zidan nihoyat kelishgan bir rus yigitiga aylandi. Bir ko'rgan kishi uning turkman ekanligiga qat'iy ishonmaydi. U Qizil maydon atrofidagi yaxshi bir mehmonxonaga tushib, o'zining plani bo'yicha ishga kirishib ketdi. U oldi bilan Ostonada qo'lga tushirgan adres bo'yicha Haydar Oltiqulning qotili harbiy amaldor Jakub Pryovichning shaxsiy turalg'usini izlab topdi. Bu kunlarda general Jakub Peryovich Moskva shahridagi ma'lum bir harbiy qismning bosh shtabiga yaqinroq joydagi hashamatli bir dachada o'ltiradi. Dachining darvozasi bevosita cho'ng yo'lga qaraydigan bo'lib, darvoza tubida maxsus bir harbiy qorovul chekitlik midirlamay posta turadi. Demak, general odatdagi kishilardan emas edi. Paşaxan uning dachisining oldidagi cho'ng yo'lning bo'yida marujni sotadigan rus boy bilan paranglashib chiqishib qoldi. Uningdan Jakub Pryovichning ahvolini egallab boqdi. Bu general bo'sh odam emas. Аңсақ u Stalin bilan bevos ko'rishalaydi ekan. Kreml sarayiga uyga kirganda kirib chiqarmish. U doim mashinada o'ltirg'achqa bizmi ta hozirgacha uning chiroyini ko'rib boqmadik. Uning xonimini anda-sanda ko'rib turmiz. Har chorshanba kuni uning xonimini maxsus harbiy mashina bozorga elib chiqadi. Xonim har qatim omroq ishtini sagitish uchun mashinaga chiqmay ishtini yetilab mangudi. Mashina uning keyindan agishib xeyli bir yerlargacha mangudi. Bizmi mushu chaqda uni ko'ra olamiz. Paşaxan ishlarning bekla murakkablashib ketganligini his qilib, Ostonada nemishqa baldıroq qo'l solmaganligiga pushaymon qildi. Lekin u jahil edi. Ufqisining oldiga quruq qo'l berishni asla xohlamaydi. Shunga u kalisiga yangi bir planni tizib chiqdi. Paşaxan udul avat ko'chalarning biriga berib, gizit sotadigan uşaq bolalarni izledi. Chunki u bundaq bolalarning qanchalik chaqqanligini obdan biladi. Bir damning ichida bir bola gizit ko'tarib kelib, tovlab setishga boshladi. Gizit sotaman gizit! Gitler yana qaytitirilibdi! 9 yoshlardagi bola qarmoqqa bekli chaqqan, bekla hayyarda ko'rinadi. Ey gizitchi, akila gizitingni, dedi Paşaxan o'llik ovozda bolaning harrobligiga qoyil bo'lgandek bo'lib. He mana boyakka, dedi bola yugurib uning oldiga kelib. Necha parcha olasiz? Hammani olaman. Aka, dadangizning portmeldan o'g'irlagan pulning hammasiga gizit olmoqchimi? Dedi bola Paşaxanga chaqchaq qilib. Satamsan yo'q, dedi Paşaxan samimilik bilan. Dadangiz pulning hammani to'kibsan deb kassangizdan gul chiqarib atmasa, mening korim yo'q emsa, dedi bola qo'ldagi gizit solgan bo'xchini uningga tanglab. Paşaxan balani ko'chaning bir chetiga tortdi. Rostdan pul topqing bormi? deb so'radi Paşaxan baldan astoydalik bilan. Aka, pul topqim bor. Әмсә bir ish bor, menga yordam qil, bu zakolat puli. Paşaxan yanchug'idagi cho'ng so'mlik puldan birini sug'urib elib, bolaga sundi. Bola qo'ldagi hamma gizitni sotgan taqdirdimi, bunchalik pulga sotolmaydi. Bolaning ko'zlari yo'g'ina pulni kapita elib so'radi. Nimishdi aka? Menga xoli bir joyni tep deyishayli. Paşaxan bolani agashtirib generalning dachisi oldiga yaqinlashdi. Avu dachini ko'rdingmi? Generalning dachisi u. Shundoq, uning xonimining bir a'tvorlik ishti bor. Uni ko'rganmisan? Albatta, necha qitim ko'rgan. U ish aslida singlimning ishti edi. Boshqalar o'g'irlab bu generalga setib ekan. General katta amaldor bo'lg'achqa eg'iz ocholmadik. Singlim eg'ir og'rib yetibli qoldi. Uning ishtida bekla ko'rgisi bor. Shu ishni o'g'irlab beralamsan? Shu ishmidi aka, qancha pul bersan? Bola nihoyat ishonch bilan gap qildi. Paşaxan uning so'zidan kulib ketdi. Qo'lingdagi puldan 5 tal bersam qandoq? Meni oldimang. Sizda unchalik pul nim qilsin? dedi bola qapig'ini turib. Oldimidim, mana qara. Paşaxan yanchug'idagi pulning hammini ilib bolaga ko'rsatdi. Navoda ishni o'ngishli qila olsang, yana 5 talni qaytib beraman. Ishonmasang bu 2 parchasini oldin berib turay.
Poshshaxon yonchug'idagi bir bog'lam puldan 2 talni ilib, balaga sundi. Bala pulni kunning nuriga tutib biqib, kulgunicha qo'yniga soldi. Çataq yo'q aka. Әти tushda molni qo'lingizga yetkizman. Qayerda ko'rishimiz? Abiyamqa gizit sotadigan yerda ko'rishayli. Yandagi kichik ko'chada bo'lsin. Lekin bu qattiq maxfiyatlik bildingmi? Bildim. U dachining o'ylitimi bek egiz. Sim tikkanlar bilan qoplangan. Lekin mening amalim bor. Faqat gapingizni tursingizlar. Voy çataq yo'q yigit. Gapimiz gap. Yana bir ish bor edi. Sendan so'raydigan. Ha, nimish aka? Yiliqida qizlar bor ko'cha bu yerga yiroqmi? Bola kulib ketdi. Hey aka, u yer siz bordigan yer emasmi? Yo'q, men bormayman. Anlasam ba'zi bir ruhlantirish dorilarini shu yerdan topqil bo'ldi deb anglagan. Tag'amga lozim ekan, shuni so'rdim. Ha, men bilaman, to'g'ri. Undaq dora faqat shundaq ko'chalardan chiqadi. Neshidan boshlab apyungacha hammasi bor. Yuring, men sizga ko'rsatib qo'yay. Gizit sotadigan bola Poshshaxonni agashtirib, avat ko'chalarning ichidagi bir kichik ko'chaga boshlab, bir do'konni ko'rsatib qo'yib ketib qoldi. Poshshaxon do'kondordan udul gap so'radi. Anglasam, yaqinda bir dora paydo bo'libdi ekan. Shundan sizda bormidi? Menda har xil bor. Sana lozim qandaqdi? deb so'rdi Poshshaxonga. deb so'rdi yashangan rus ayol qash ko'zlarini o'yintib. Poshshaxonga ochko'zlik bilan qarab. Ayollar ishtidig'ini eng kuchligi kerakdi, dedi Poshshaxon do'kondorning chiroyiga qaramay. Menda ikki xili bor. Biri davlatimiz ishlangini, yana bir xili Yevropadan akirgini. Bu bak qimmat, ammo unumi karomat. Qeyri munoqlar ichib qolsimi cherkovdan qechib ketadi yigit. Bo'pti, eng yaxshisidan 3 qitim ketgudak bering. Bu bir tamsiz parishok narsa. Mashg'ulning ishtigan chiyiga salsangmi, vodkasiga salsangmi qattiq qolmaydi. Faqat 5 minut o'tmay u sening o'ljonga aylandi, chiroyli yigit. Do'kondor ayol sigaretini sho'rg'incha sat kuldi. Poshshaxon uning deganini berib, hormonlik dorini olgandan keyin darhol bu ifloslik qaynamadan bu ko'chadan chiqib ketdi. Әтісі әттегенде general adeti bo'yicha mashina bilan ishqa ketgandan keyin dachining darvoza oldiga yaqinroq yerda ikki bola bir to'pni talishib urushib ketdi. Yoshda cho'ngroq bir bola o'zidan kichik bir bolani bo'zaq qilib uning to'pini tortib olgan edi. Kichikroq bola yig'lab ketgunicha birdamda akisini boshlab ekeldi. Jidal cho'ngaydi. Bo'zak bo'lgan bolaning akisi hay-tut degicha ufkusining to'pini ilib olgan bolani ostiga besib rosa soldi. Tayoq yegan bolaning burnidan chiqqan qon uning yuzining hamma yeriga so'vilib, chiroyi tunuqsiz bo'lib ketdi. Darvoza oldidagi atidan beri bu jidalni boshdan oxir ko'rib turgan qorovul askar oxir toqat qilolmay yugurib berib bolalarni silkishlab ayirib etdi. Aslida bu ishlarning hammasini gizitchi bola o'rlashtirgan bo'lib, qorovul darvoza tuyidan ayrilgan dal mushu paytda gizitchi bola g'ipta darvozadan kirib ketdi. U yeshillik qoplagan gulliklarning orasidagi chig'ir yo'llarda mingib o'tib, hashamatlik uyning cho'ng zalidagi aynak derizlardan zalning ichiga qaradi. Zalda rostila bir tal paqpaq kuchuk o'ynab turadi. Uningga yaqinroq yerda bir uy xizmatchisi mingib yurib bu ishlarni qilyotdi. Bolalar birdam saqlab turdi. Uy xizmatchisi yandagi bir uyga kirib ketdi. Bola darhol fursatni g'animat bilib, zalning eshigini ichib, qo'ldagi bir parcha xom go'shtni paqpaq itqa tanglab, pastroq ovozda isqirtdi. Umoq it bolaning oldiga yugurib keldi. Bola itni ko'tarib darvoza tarafga qarab yo'l oldi. Paqpaq kuchuk bu dachidan chiqiniga xush bo'lgandek quyrug'ini shipangshitib, uning quchog'ida g'ing qilmay yotadi. Darvoza oldidagi qorovul jidalni ayirib etib o'rniga kelib turdi. Heliqi bolalardan burni qanigan bolamu darhol uyiga ketdi. Akka-ukka ikki bola bo'lsa, jidal chiqargan yerdan ketmay, heli ham to'p o'ynashyotdi. Shunday qilib, bu qitimliq kitob o'qishimiz mushagichi bo'ldi. Xayr xo'sh.